Assalomu alaykum. Men video qilishimdan maqsad Safina buni so'ramoqchiman. Borgan o'sha больницаga borgan birinchi kundanoq uzr so'rash boshlaganman. Hozirgacha ham so'rayman. Hamma oldida yana bir uzr so'ramoqchiman. Men juda ham shokda edim. Stressga tushib qoldim. Juda ham qattiq. Ham onam operatsiya bo'lganlar. Ularga qarashim kerak edi. O'shaning uchun shu kungacha video qilib chiqa olmadim. Men 16 yoshman. 17ga ham to'lmaganman. Lekin men yosh bo'lishimga qaramasdan hech kim ayab o'tirmadi. Katta bo'lsa ham. Lekin shunda ham boshqalarning xatosini men aytmasligimni so'rashdi. Shunda ham to'g'ri, endi Allohning sinovi bilan rolga men to'g'ri kelib qoldim. Shu men sabab chiqib qo'ydi Allohim. Va qonun oldida men javob berishdan qochmadim. Va qonun doirasida javob berishga ham tayyorman. Men bu klipga Ozoda Nursaidovani O'zbekiston hurmatlari uchun borganman. Men Shahrisabzda bo'lganman. Ahad Qayum bizga aloqaga chiqqanlar, ya'ni onamga aloqaga chiqqanlar. Ozoda Nursaidovani klipiga men so'rashayotganini aytganlar. Onam qo'rqganlar boshida. Ozoda Nursaidovani klipi katta klip, bu yosh, qo'rqaman deb aytganlar. Va oxirida O'zbekistonni hurmatlari uchun Toshkentga chaqirib olishdi. Toshkentga bordim. O'sha vaqtda kanikul edi. Chunki men Shahrisabz maktabim bor. Maktabda o'qiyman. O'sha vaqtda kanikul uchun borganman va klip jarayonlari boshlandi. 2 kun biz uxlamasdan ketma-ket syomka qildik. Va bu voqea bo'lgan kun 3-kun va klip oxirgi kuni edi. Va 3-kun syomkaga bordim. Va kostyumerlar o'zlari kostyum tayyorlashgan ekan. Ularni kiyimlarini kiyishimni aytishdi. Men krossovka dedim. Ular aytishdiki, kadrda oyog'ingiz ko'rinadi, kablukis ko'rinadi, kabluk kiyishingiz kerak deb meni kabluk kiydirishdi. Va kelik haydashimni aytishdi. To'g'ri, ularga Ahad Qayum bu mashina haydashni biladi degan. Men aytganmanki, men kelik haydab ko'rmaganman. Men kelik haydashni bilmayman deganman. O'sha kuni klip rejissyori Doniyor akam to'ylari bo'lganligi uchun o'zlarining o'rinlariga Abror degan o'sha yordamchilari endi o'sha kishini qo'yib ketganlar o'rinlariga. Ular aytganlarki, o'sha kelikni haydab kelgan shofyor menga qanaqa boshqarishni o'rgatishini aytdilar. Va u kelikni haydab kelgan shofyor menga qayta ko'p marotaba qanaqa boshqarishni o'rgatdilar. Lekin internetga chiqib ssenariyda kelik haydash bo'lmagan, ssenariyda bo'lmagan deb aytishdi. Xo'p, unda nimaga menga o'sha borganimdan keyin siz haydaysiz degan darajani berishdi? Men misol uchun yoki o'zim to'g'ri kelik katta mashina ko'pchilik qiziqishi mumkin, lekin men o'zim o'tirib rolga men haydayman demaganman-ku. Va syomka boshlandi. 4-5 ta kadr olindi. Bu voqea bo'lgan oxirgi kadrda bo'ldi bu voqea. Men aytdimki, bu yerda odamlar ko'p-ku, men qanaqa boshqaraman, qanaqa haydayman degan savol bergandim ularga. Ular aytishdiki, o'sha yerdagi o'sha Shuhrat aka bilan o'sha Abror aka boshqaruvda edi o'sha kuni. Ular aytishdiki, masofkaga javobgar xodimlar bor deyishdi, boshliqlari bor.
deyishdi. Sen ularga qaramagin deyishdi. Va keyin o'sha mashina haydayotgan vaqtimda men to'g'riga emas, ya'ni kadrga bu oyna tarafga qarashim kerakligini aytishdi. Va o'shandan keyin men boshqarib yo'qotdim. Chunki yuzim yonda edi va kablukda, yubkada mashina boshqarish qiyin edi. Va voqeadan so'ng men hushimni yo'qotganman. Ular Sabrina opani o'sha больницаga olib ketishgan va ular menga keyin suv berib, dori toptirtirib, o'z hushimga keltirib olishdi. Lekin syomka birinchi kunidayoq men nechinchi yilligim, voyaga yetmaganligimni butun komanda bilardi. Lekin shunga qaramasdan aytishdiki, что qizni biz yoshini ham bilmasdik, biz tanimasdik, ssenariyda bo'lmagan mashina haydash deyishdi. Biz bilmasdik deb hamma aybni menga ag'darishdi. Undan tashqari yana Xitoy bilan ma'qul qilishdi. Lekin men har bitta syomkamga har doim qayerga borsam, akam borgan har doim onam bizdan 24/7 xabardorlar. Chunki judayam xavotir oladilar. Men ofisda yashamaganman. To'g'ri, 4-5 ta qizlar biz kecha ishlaymiz. O'sha akam o'qishda o'qiydi, institutda o'qiydi. O'sha ofisga yaqin atrofda biz kvartiraga turamiz akam bilan. Bilmayman nimaga bunchalik tuhmat qilishyapti menga. Lekin men himoyachim bo'lmasa ham, otam bo'lmasa ham prezidentimizga murojaat qilmoqchiman. Adolat xohlayotganimni aytmoqchiman. Hammasi uchun ming marotaba afsusdaman. Sabrina opam oyoqqa turishlari uchun birinchi kundanoq duo qilish boshlaganman. Namozlarimni so'rash boshlaganman. Buni o'zim bilaman va Alloh biladi. Lekin Munisa Rizayevaga, Ozoda Nursaidovaga katta rahmat aytaman. O'sha xalqga katta rahmat aytaman. Xalq bilgandan keyin, show biznes bilgandan keyin Sabrina opaga juda o'sha pul taraflamayam, podдержка taraflamayam juda ko'p yordam berishdi. Men bundan rostdan xursandman. Lekin Jasmina opa ham men haqimda juda qattiq gaplar gapirdilar. Lekin mayli, Sabrina opa oyoqqa turishlar uchun yordam berayotganlar uchun ularga ham juda katta rahmat aytaman.